20-asrning birinchi yarmi. Yevropa. Odamlar to'pni oyoqda emas, qo'llari orqali bir-birlariga uloqtirishar va undan zavq olishar edilar. Ular imkon boricha yengilroq, shu bilan bir qatorda jarohatlarsiz harakat qilishga urinishardi. Bajarilayotgan harakatlar esa kun kelib millionlarning sevimli o'yiniga aylanishini ko'pchilik kutmagan. Ammo vaqt o'tishi bilan gandbol, ya'ni qo'l to'pi sport turi sifatida shakllanib, butun dunyoga keng quloch yoyishga erishdi. Hozirda bu yo'nalish bo'yicha ham erkaklar, ham ayollar o'rtasida jahon va qit'a birinchiliklari o'tkaziladi. Shuningdek, gandbol Olimpiya o'yinlaridan o'rin olgan sport turi ekanligini ham aytib o'tish joiz. Yurtimizda ham qo'l to'pi bosqichma-bosqich shakllanib borayotgan yo'nalishlardan biri sanaladi. Bu borada Buxoro ham o'z o'rniga ega. Ma'lumot o'rnida aytadigan bo'lsak, bugungi kunda viloyatda 1,5 mingdan ortiq sportchilar gandbol bilan muntazam shug'ullanib kelishmoqda. Shularning 700 nafarga yaqinini qizlar tashkil qiladi. Qonarli tomoni bu raqamlar kun sayin oshib boryapti. Ularga 49 nafar murabbiylar ustozlik qilib kelishmoqda. Hozirda viloyatda 6 ta qo'l to'pi sport turi standartidagi zallari mavjud. Ularning 4 tasi Buxoro shahrida joylashgan bo'lsa, bittasi Vobkent va yana biri Peshku tumanida joylashgan. Mashg'ulotlarga to'xtaladigan bo'lsak, jarayonlar reja asosida kuniga 1 yoki 2 mahaldan o'tkaziladi. Bizani zalimizda 2 mahal mashg'ulot olib borilmoqda. Mashg'ulotimiz shu dunyoning yetakchi davlatlari Daniya, Xorvatiya, Fransiya kabi jamoalarni mashg'ulot jarayonlarini o'rganib, o'shani o'zimizdan kelib chiqib, biz dastur yaratib, shu bo'yicha mashg'ulot olib bormoqda biz. Mashg'ulotni qiz bolalarga alohida, o'g'il bolalarga alohida olib boramiz. Nima uchun? Chunki o'g'il bolalarga bergan o'sha yuklamani qiz bolalar ko'tara olmaydi. O'sha uchun alohida qilib mashg'ulot olib bormoqdamiz. Gandbol sport turining qonun-qoidalariga kelsak, gandbol sport turi xalqaro standartlarga asosan 20 metr eni, 40 metr uzunligiga bo'ladi maydon. Chiziqlarning qalinligi 5 sm bo'ladi. Darvozabon hududi bor, 6 metrlik chiziq bilan o'ralgan. Darvozabon o'sha 6 metrlik chiziqdan to'p bilan birga chiqib ketmasligi kerak. Ana to'psiz o'zi chiqib, jamoaga yordam berib, o'yinga qo'shilsa bo'ladi. 7 metrlik jarima chizig'i bor. U yerdan himoyachi qo'pollik ishlatsa agar o'sha 7 metrlik jarima belgilanadi. Agar qo'pollik haddan oshsa, o'sha o'yinchiga 2 daqiqa o'yindan chetlatish jazosi qo'llaniladi. Gandbol to'piga kelsak, ana kichkina bolalar bir o'lchamli gandbol to'pi bilan foydalanadi. O'rta yoshlar 2 va qiz bolalar ham 2 o'lchamli gandbol to'pidan foydalanadi. Katta yoshdagilar, shu 18-20 yoshdan kattalar 3 o'lchamli gandbol to'pidan foydalanadi. Gandbol to'pi yumshoqroq bo'ladi, dami ham ozgina tushirilgan bo'ladi. Nima uchun? Chunki bir qo'l bilan ushlagan payti o'sha ilib olish uchun ozgina tushirilgan bo'ladi. Gandbol to'pini yumshoq, o'sha qoplamasi yumshoq bo'ladi. U ham shu qo'l bilan ushlashga qulay bo'lishi uchun. Shaharda yosh gandbolchilar uchun barcha qulayliklar hozirlangan. Siz tasvirda ko'rib turgan sportchilar yaqinda foydalanishga topshirilgan universal sport majmuasida shug'ullanishmoqda. Jarayonlar kuniga 2 mahaldan olib boriladi. Unda qizlar va yigitlar jamoalari alohida tartibda mashg'ulotlarda qatnashadi. Ta'kidlash joizki, tarkibda turli yosh toifalarda harakat qiladigan terma jamoa a'zolari ham bor. Bu sportda 5 yildan beri qatnashyapman. Bu sportni opam menga taklif buyurgan. Bu sportda nafaqat hozirda U16 terma jamoasida qo'shilganman. O'zimdan katta yoshli musobaqalarda ham qatnashib turaman hozirda. Ko'p viloyatlarda qatnashganman. Jahon chempionatiga chiqish orzuyim bor. Hozirda ko'p viloyatlarda va Rossiya davlatiga borib qatnashib kelganman. Asosiy maqsadim shu sportdan yaxshiroq o'zimni rivojlantirib, yaxshi sportchi bo'lish. Ijodiy jamoamiz bilan mashg'ulotlarni kuzatar ekanmiz, jarayonlar davomida ko'zimiz legioner sportchiga tushdi. Bu yigitlar jamoasida harakat qilayotgan Muhammad Sharif. U Hindistonda tug'ilgan va ilk gandbol saboqlarini o'z ona yurtida olgan. Hozirda Buxoro davlat tibbiyot instituti talabasi hisoblanadi. Uning fikriga ko'ra, yurtimizda nafaqat qo'l to'piga, balki barcha sport turlariga katta e'tibor qaratilgan. Istagan kishi istalgan sport yo'nalishida shug'ullanishi mumkin, deydi mehmon sportchi.
Coming from India, my name is Muhammad Sharif. Mening ismim Muhammad Sharif. Men Buxoroga Hindistondan kelganman. Men Buxoro davlat tibbiyot institutining talabasiman. Hozirda ushbu jamoada qo'l to'pi sport turi bilan shug'ullanib kelmoqdaman. Men oldinroq o'z yurtimda bu yo'nalish bo'yicha shug'ullanganman. Bu yerda o'zimni juda yaxshi his qilaman. Ayniqsa murabbiylar, Doston aka va Umid akalar men bilan yaqin do'st kabi bo'lib ketishgan. Ular menga ko'p narsalarda yordamlarini ayashmaydi. Bizni shug'ullanishimiz uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Juda a'lo darajada. Jamoadoshlarim bilan yaxshi chiqishib ketganmiz. Faqat o'zbekcha gapirishimga sal muammo borligini inobatga olmasa, biz bir-birimizni tushunib harakat qilyapmiz. Ammo shuni aytishim kerakki, o'zbek tilini asta-sekinlik bilan o'rganyapman. Ayrim so'zlar bizni tilimizga o'xshab ham ketadi. To'g'risini aytsam, bu yerdaligimdan juda mamnunman. I am very happy to stay here and practice in handball. Mashg'ulotlarda professional sportchilardan tashqari havaskor qatnashchilar ham ishtirok etishadi. Ular bu yo'nalishni o'z salomatliklari uchun tanlashgan. Bosh murabbiyning bizga ma'lumot berishicha, gandbol garchi qo'l bilan o'ynalsa-da, eng murakkab yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Unda faqat to'pni olib yurish emas, balki tezkor qaror qabul qilish muhim. Shuningdek, bu sport turi juda katta jismoniy kuch va irodani talab qiladi. Ana shunday talablarni bajara olgan o'g'il-qizlar esa haqiqiy qo'l to'pi ustasi bo'lib yetisha olishadi. Men Buxoro davlat universitetining birinchi bosqich talabasiman. Hozirgi kunda Buxoro davlat universiteti juda katta imkoniyatlar yaratilmoqda. Buning asosiy sababi muhtaram prezidentimiz tomonidan biz yoshlarga kattadan katta yaratilgan imkoniyatlar va bular natijasi o'laroq hozirgi kunda sportga bo'lgan e'tiborning kuchliligi va yoshlarga bo'lgan imkoniyatning kattaligi sababli men ham o'z imkoniyatlaridan foydalanib hozirgi kunda Buxoro davlat universitetining yurisprudensiya yo'nalishida o'qishim bilan birgalikda hozirgi kunda sportning gandbol turi bilan muntazam shug'ullanib boraman. Bu yil Buxoro davlat universitetiga o'qishga kirdim. Yo'nalishim futzal, gandbol bo'yicha ham shug'ullanib turaman. Asosan darvozabonman. Bu menga ko'pincha diqqatni oshirishga, rivojlanishga juda katta ta'sir o'tkazadi. Kelajakdagi maqsadlarim O'zbekiston bayrog'ini ko'klarga ko'tarish, musobaqalarga yaxshi natijalarga erishish. Yaxshi natija ko'rsatkichlarga erishish, keyin ota-onam va ustozlarimni yuzlarini yorug' qilish niyatim. Buxoro gandboli haqida so'z ketar ekan, joriy o'quv yili uchun Buxoro Olimpiya va Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazida qo'l to'pi bo'limi o'z faoliyatini boshladi. U yerda ham endilikda yoshlar gandbol bilan muntazam shug'ullanib kelishmoqda. Erishilayotgan yutuqlar ham maqtasa arzigulik. Birgina o'tgan yilni oladigan bo'lsak, aynan Buxoro mezbonligida o'tgan 18 yoshlilar o'rtasidagi O'zbekiston Kubogida o'g'il bolalar jamoasi kumush medallarni qo'lga kiritishdi. Erishilgan yutuqdan 3 oy o'tib, Termiz shahrida o'tkazilgan 20 yoshlilar o'rtasidagi musobaqada qizlar jamoasi faxrli 3-o'rinni egallashdi. Hozirda gandbolchi yoshlar navbatdagi turnir va birinchiliklarga tayyorgarlik ko'rishmoqda. Oldinda bizni 16 yoshgacha bo'lgan o'smirlar va qizlar, 14 yoshgacha bo'lgan o'smirlar va qizlar va kattalar o'rtasida O'zbekiston chempionatlari kutib turibdi. Biz ushbu mashg'ulotlarni o'sha chempionatlariga qarab, shu bosqich-bosqich tayyorlanib bormoqdamiz. Bu ko'rib turganingiz terma Buxoro viloyat shu o'zining yosh toifasi bo'yicha terma jamoalar hisoblanadi. Mana shu terma jamoa bilan ikki mahal mashg'ulotni olib bormoqdamiz. Niyatlarimiz yaxshi, ulkan niyatlar qo'ygan biz O'zbekiston chempionati, kuboklarida yaxshi o'rinlarni egallashni shu niyat qilib o'tiribmiz. Oldinda qo'l to'pi ustalarini murakkab, ammo sharafli yo'l kutib turibdi. O'ylaymiz va ishonamizki, kelajakda bu sportchilar jahon arenalarida yurtimiz sharafini munosib himoya qilishadi. Bu yo'lda biz sportchi va murabbiylarga omad va zafarlar tilab qolamiz.